O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Farg'ona viloyati hamda Toshloq tuman kengashi tomonidan joylarda aholi salomatligini mustahkamlash, profilaktika ishlarini kuchaytirish va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash maqsadida Varzak mahalla fuqarolar yig'ini hududida tibbiy ko'rik tashkil etildi. Tadbirda partiyaning Farg'ona viloyati va Toshloq tumani kengashi mas'ul xodimlari, faol a'zolari hamda mahalliy shifokorlar ishtirok etdi. Partiya faollari tomonidan aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi, davriy tibbiy ko'riklar ahamiyati, kasalliklarning oldini olish borasida tushuntirish ishlari olib borildi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining aholining ijtimoiy turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan dasturlari va tashabbuslari haqida keng ma'lumot berildi. Asosiy maqsad aholining birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini ko'rish, ularga birlamchi tibbiy xizmatni ko'rsatish, salomatligini muhofaza qilishga ko'maklashish hisoblanadi. Bugungi tibbiy ko'rikda fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Ularning ichida nogironligi bo'lgan shaxslar, temir daftar, ayollar daftarida turgan fuqarolar ham birlamchi tibbiy xizmatdan foydalanmoqda. Tibbiy ko'rik davomida yurak, qon tomir, ko'z, terapevtik, endokrinologiya kabi yo'nalishlarda malakali shifokorlar tomonidan 200 nafardan ziyod fuqarolar ko'rikdan o'tkazildi. Ko'plab fuqarolarga qo'shimcha tekshiruvlar va davolanish bo'yicha tegishli yo'llanmalar berildi. Partiya tashabbusi bilan amalga oshirilgan bu kabi tadbirlar joylarda jamoatchilik tomonidan katta qiziqish va ijobiy fikrlar bilan qarshi olinmoqda. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi kelgusida ham aholi salomatligini saqlash, profilaktik xizmatlarni kengaytirish va ijtimoiy adolat tamoyillarini qaror toptirish maqsadida bunday tashabbuslarni izchil davom ettiradi.